uch. Menda esa ilhom kelib qoldi. Faqat har bitta gapimni diqqat bilan eshitinglar. Senda kerak bo'lgan hamma narsa bor. Lekin faqat shuni ishlatsangina foydasi bor. Omonatsizlik bu oxir emas, balki dars. Kurash bu taslim bo'lish emas, balki o'sayotganing belgisidir. Ko'pchilik odamlar qiynalishganda to'xtab qoladi. Ko'pchilik odamlar ruxsat kutadi. Lekin sen boshqasan. Sen bilasan, kutish seni maqsadingga olib bormaydi. Sen bilasan, harakat yagona yo'l. Shunday ekan tur. Nazoratni qo'lingga ol. Hayotingdagi o'zgarishlarning sababi bo'l. Oxir-oqibat gap sen nima qila olganingda emas, balki sen nima qilganingda.